Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun biz cho'g'malik yana bir ishimizni boshlab oldik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastki nomerlarga bemalol aloqa qilsa bo'ladi. Bu xonadon sinchlik ekan, ko'pchilik so'ragan holati. Sinchlikka ham bo'ladimi deb, mana eski suvoqlarni ko'chirib, sinchga reka qatirib, cho'nga urib, chistovoy to'qib, bemalol qatirsa bo'laveradi. Xavotir olmasanglar bo'ladi. Reka xudo xolasa 15-20 yil bemalol turib beradi. Toshlarimiz ham birorta emas, ancha yil turib beradi. Mana sizlar ko'rishingiz mumkin. Shu qatirilayotgan holati. Tepasiga o'zimizni klinker bo'lyapti. Raznosvetniy bo'lib, pastiga kanyon degan chaqmoq rang qilib qo'yilyapti. Xudo xolasa uni ham ko'rsatib o'tamiz. Like va podpiskani unutmanglar. Sizlardan podpiskani kutib qolamiz.